Pasib yaxshidan aktiv yaxshiga. Abdori Mustafa İslam o'g'li. 3-bab aktiv yaxshi bo'lish uchun 3U formulasi. İnsonga Zuha va İnşara suralari bo'la olamdi? Javob bo'la oladi. Qanday qilib? Boshqalarga umid beg'ishlash orqali. Zuha va İnşara suralari dal buni reallikqa aylantirgan edi. Bu sababdan bu ikki surani Mutta suralari deyishga bo'ladi. Zuha surasining beshidala shahid qilingan chashka vaqti kishining diqqatini tortadi. Kechining qorong'uligidan kunduz yorug'ligiga chiqishni 4 ko'z bilan kutayotganlarga beriladigan eng xo'shallanarli xabar kun chiqdi deyish. Qur'on bu xabarni quyosh chiqqili xeyli bo'ldi degan shaklda bergan edi. Chashka vaqti shahidim bo'lsin. Sura Zuha 1-oyatning ma'nosi dal bu edi. Uningga ulapla Parvardigoring seni tashlavatganimi yo'q, yomon ko'rib qolganimi yo'q degan oyat keladi. Bu bir umid notasi edi. Bu umid notasini İnşara surasidami ko'ramiz. Hatto eng yuqori darajada ko'ramiz. İnşara surasi ismi jismiga loyiq bir umid surasi edi. Ey Muhammad, sening ko'ksingni hidoyat, hikmat va Qur'on nuri bilan kang qilmadikmi? Sening belingni egivatgan ig'ir yukni ustingdan elib tashladik. O yuk sening belingni egib pukkan edi. Sening shuhratingni ustun qilmadikmi? Albatta, har bir mushkullik bilan bir osonlik bor. Undaqda da'vatdan bo'shagan chig'ingda Allohga ibodat qilishga tirishqin. Va faqat Rabbingga yuzlangin. Uningga moyil bo'l. İnşara surasi. İnsonning oyatidir. İnsonning oyati bo'lgan ekan, rahmat oyati yoki g'azab oyati bo'lish ixtiyorligi sening ilkingda. Rahmat oyati bo'lg'uchilarning zimmasiga atrofingdagilarga umid chirg'i bo'lish tushgan bo'ladi. Mu'minlar bir-biri uchun Zuha va İnşara suralari bo'la oladi. Umidsizlikka patgan chaqlarda bir-biriga Zuha va İnşara surasi bo'la olamiz. Hatto ey Makkaning Yusufi, seni Makkalik qarindoshlaring quduqqa tashlagan bo'lsa-mu, bir kuni o'zingning Misrga sulton bo'lasan degan Yusuf surasi bo'la olamiz. Başqalarning umidi bo'lish shu kishining Zuha va İnşara surasi bo'lganlikdir. Yotqanlar umidsiz, tirishqanlar umidvor bo'ladi. Umidi borlar qandaqmi yota olsin? Umid insonni yotqizmaydi. Umid insonni bir izida turg'izmaydi. Aktiv yaxshilar energiyasini umid javharidan oladi. Harakatlangan sari ularning umidi kuchaydi. Umidlar kuchaygan sari texmi ko'p foyda yaratadi. Umid va unumning munosabati mana shundoq o'ng tanosibliqqa ega. Yotqanlar umidsizlar bo'lib, ularning qo'llari kardan chiqqan. Umidsizlik yetishning ham onasi, ham bolasi. Onasi chunki umidsizlik talabsizlik nisb bo'lmaslikni keltirib chiqirdi. Talab bo'lmasa nisb bo'lmaydi. Bu sifatdan umidsiz kishi g'oyasini yo'qotgan kishidir. G'oyasi bo'lish uchun bir kishining da'vosi bo'lishi kerak. Bir odamning da'vosi bor, yo'qligini uning duosidan bilalaymiz. Yotqanlarning ulfati tabiiy holda yotqanlardan bo'ladi. Umma atrofidagilarga qarab, hamma odamni mushundoq bo'sh yotadi deb o'ylab qoladi. Bu uning umidsizligiga umidsizlik qatadi. Umid yaratish bo'lib, umidvor kishilar qimmat yaratadi. Chunki barpo qilish g'oyasi bor deganlikdir. Hech qanday g'oyasi bo'lmagan odam qandaqmi bir narsa barpo qilishni o'ylasin? Har qanday bir zavod setishga ishonch bo'lmagan bir narsani ishlab chiqarmaydi. Aqlliq biri bu prinsipga amal qiladi albatta.
Bu sebepten qanchalik qimmat yaratquchi ko'rgan bo'lsam, hammani noiti umidvor holda ko'rdim. Aksicha, umidsizlar qimmat yaratmaydi. Qimmat yaratolmaslik umidsizlik qimmat yaratolmaslikni keltirib chiqardi. Bu insonning ichki energiyasini yeb tugatkichi bir umid virusining paydo bo'lishiga sabab bo'ladi. Ikkinchi, uyg'unlik, ya'ni moslashish. Uyg'unlik bir mavjudi qimmat. Aktiv yaxshilardan bo'lish uchun 3U formulasining umiddan keyingi sharti uyg'unlikdir. Uyg'unlik xuddi umidga o'xshashla mavjudi qimmatdir. Bo'libmi, inson uchun uyg'unlik hayotdek muhim va qimmatlik. Uyg'unlashish, ya'ni arabcha muloamat. Turkcha so'z bo'lib, turkcha so'z tomiri uy, fe'li. Uyqu sözümü bu söz yıldızıdan türlünüp çıqqan bulup, insan bedenining tashqi shartlarga eng yaxshi moslashgan holatini bildirdiganligi uchun uyqu deyilgan. Chunki uyqu holatidagi badan eng moslashgan holatdagi bir badandir. Uyqu faqatla fizikalik jihatdan emas, balki shu vaqtning o'zida iroda va nerv sistemalaridan xoli holda o'z oldiga mustaqil faoliyat ko'rsatayotgan nafaslanish, qon aylanish, limfa sistemasi qatorliq badanimizning biologiyalik tangpunligini saqlayotgan sistemalarning o'zaro eng moslashgan shaklda o'z rolini joriy qildirayotgan bir holatidir. Mavjudiyatning o'z mavjudligini saqlashi bu moslashishchanlik bilan munosabatlik. Moslashalmagan jonliqlar mavjudligini saqlab qala olmaydi. Bu Allohning qonuni. Beliqlarning hayoti suvda yashashga mos keladigan bo'lib, quruqlikda yashay olmaydi. Beliqning o'zi yashashga moslashgan suvdan ayrilishi hayotidan ayrilganligi bilan barobar. Hayotda qelish uchun suvda turish kerak. Quruqlikda yashaydigan jonliqlarmi quruqlikda yashashga moslashgan bo'lib, suvda yashay olmaydi. Ularning beliqlardek suvga moslashib yashashini xiyol qilish ilohiy uyg'unlik qonuniyatiga qarshi chiqqanlik bo'lib, bu ularni o'limga mahkum qilganlikdan boshqa narsa emas. Moslashish hayot, moslasholmaslik o'limdir. Siz o'lgan bir jasad ko'rib baqdingizmi? Sakratda jon talashayotgan bir insonning oxirgi nafsi uzilgandan keyin darhol qilinishga tegishli ishlar bor. Badani sovmasdan ko'zini yumdirib, ingiki tengiladi. Tizlari birlashtiriladi. Yig'ilib qolgan bo'lsa, tuzlanadi. Putining bosh barmoqlaridan bog'lanadi. Bilaklari yig'ilib qolgan holatda bo'lsa, tuzlanib, yeniga uzitiladi. Zarur tepilsa, poti bilan bog'lab qo'yiladi. Nemishqa bundoq qilinadi? Chunki badan sovgandan keyin bularni qilg'il bo'lmaydi. Butun a'zolar qetib qoladi. Harakat qildirg'ili bo'lmaydi. Dal vaqtida tuzab qo'ymagan jasaddagi holatni vujud sovgandan keyin tuzitish qiyin bo'ladi. Buningdagi hikmat moslashishdir. Hayot chog'da erkin harakat qilgan organlar inson o'lgandan keyin bir-biri bilan moslashish qobiliyatini yo'qotib qo'ydi. Ko'rvilishga bo'ludiki, moslashish hayotlikdir. O'simliklarning g'ollarimi bu qonuniyatga bo'ysunadi. Hayot vaqtida nayt erkin harakatlanadigan shoxlar qurig'anda elastikligini yo'qotadi. Öl vaqtida sundirib etmasdan akkili bo'lgan bir shoxni qurig'anda akkili bo'lmaydi. Zo'rlasangiz sundirib qo'ysiz. Chunki u qurigan, hayotligini yo'qotgan, hayotidan ayrilgan, moslasholmaydi. Shunga atalarimiz yog'ochni o'l vaqtida ag degan. Bu yerda o'l, ya'ni hayotda bo'lgan narsaning moslasholmaydiganligi bayon qilinmoqda. Canlıqlarning avlod qoldirib ko'payishining sirimi uyg'unlashishda bo'lib, spermaning ana urug'donidagi urug' bilan birikishining sirimi moslashishda. Bir kichik hujayra
bu maslashishchanlik natijasida insonga aylanadi. Kishi urug' bilan maslashib, birlasholmagan erkak urug' homiyliga aylana olmaydi. Maslashalmaslikning oqibati hayotidan ayrilish va suvga aylanish bo'ladi. İnsanның biologiyalik mavjudligining siri maslashishda. Urug' tuproq bilan bir gavdaga aylanmay turib, bixlanolmaydi. Agar urug' tuproqqa maslashalmasa, bu tuproq urug'ning bo'shiga emas, maziriga aylanadi. Urug' u yerda sesib yo'q bo'ladi. Agar tuproq bilan maslashsa, tuproq urug'ning bo'shigiga aylanadi va u yerda cho'ng bo'ladi. Buning uchun yetarlik namlik, harorat va havo bo'lishi kerak. Yer sharimi maslashish qonuniyatlariga masalda insonlarning makoni bo'lmoqda. Bu yerda ko'zda tutilgan qonuniyat tortish kuchi va markazdan qechish kuchidir. Agar yer shari bu qonuniyatga uyg'unlashmagan bo'lsa, dunyo atliq bu makon bizni o'z qo'yniga ilib, yashash imkoniyati bilan ta'minlamagan bo'ladi. Yer shari bu qonuniyatga moslashganligi uchun o'zining aylanish orbitasiga ega. Bu tortish va markazdan qechish qonuniyati bo'lmasa, hargiz bir muqim orbita haqida so'z ochqili bo'lmaydi. Cismlar atom zarrachilari sababidan o'z oldiga bir kimlikka ega bo'lgan. Atomlar o'zining ichki moslashish bilan bir-biriga so'qilib ketishdan saqlanadi. Atom zarrachilarining qonuniyatimi yer yuzidagiga o'xshash tortish kuchi va markazdan qechish kuchi bilan munosabatlik. Atomlar aql va iroda sohibi bo'lmaganlikdan o'zining sirati mustaqim, ya'ni to'g'ri yo'llarini topolmaydi. Uning sirati mustaqimi yaratilish fitratiga yozilgan bo'ladi. Ularning qalaymaqonchilikdan xoli holda tartibli harakat qilishi o'zaro moslashishdan kelib chiqmoqda. Agar bir tal atom tartibini yo'qotsa, bu normallik buziladi. İnsan ro'yi bo'lgan mavjudiyatdir. Ruhning uch kezgi bo'lgan aql, iroda va vijdonning yordamida inson bu xil uyumchanlikni tanlash yoki rad qilish iqtidorini hozirlagan. Aql, iroda va vijdonning o'zaro moslashishi inson saodatining birinchi sharti. Agar bu uch kezaklar inoq bo'lmasa, insonda huzursizlik bosh ko'taradi, chunki inson moslashishchanlik ichida huzurga ega bo'ladi. Uyg'unlashish bir haqiqiy qimmatdir. Zarrachalardan olamgacha, kichikdan cho'nggacha, atomdan planetlargacha belgilik orbita doirasida tartibli shaklda harakat qilayotgan barliq jismlarning tartibli harakati, tortish kuchi va markazdan qechish kuchi bilan zich munosabatlik. Bu kuchlarning biri markazga tortsa, yana biri ittirdi. Jismlar bu xil kuch tangpongligi natijasida ham harakat yo'nalishini topadi, ham harakatlanadi. Mana bu qonuniyatga o'xshash iymonning o'ziga tortgan va ittirgan ikki kuchi bo'ladi. Tortish kuchi iymon etishga tegishliklarga ishonishni, ittirish kuchi inkor qilish zarur bo'lgan barliq narsalarni inkor qilishni taqozo qiladi. Ya'ni tortish kuchi islomdagi qilishga tegishli ishlar, ittirish kuchi nahi, ya'ni qilish cheklangan ishlardir. İmanның ikki qanotli bu kuchi kalima-i tavhidda ifodalanadi. Ya'ni la ilaha illalloh. La ilaha, ya'ni hech qanday iloh yo'qdir. Ittirish kuchi. İllalloh, ya'ni faqat Alloh bordir. Tortish kuchidir. Bu ikki kuch bir bo'lib, kalima-i tavhidga iymon etganlarning hayotini Alloh belgilagan orbitaga boshlaydi. La ilaha illalloh mavjudlikning shifrsidir, ya'ni tilsimi. Bu sababdan Rasululloh
tavhid kalimasini yer va osmonlardan ig'ir to'xtaydi degan edi. Mavjudiyat la ilaha illalloh bilan kodlangan. Atom markazidagi massasi 0 bo'lgan neutron la ilahaga vakillik qilsa, ig'irligi bo'lgan proton dal illallohga vakillik qiladi. Yo'qlik la ilahadir, mavjudlik illallohdir. Qish fasli la ilahadir, atiyaz illallohdir. Kecha birinchisining, kunduz ikkinchisining namoyandasi. Ölüm birincisidan ko'rsatsa, tug'ilish, ya'ni hayotlik ikkinchisini, illallohni ko'rsatadi. Kompyuter dunyodagi sonliq uchur sistemasi ikki raqam bilan harakat qiladi, ya'ni 0 va 1. 0 la ilahaga, 1 illallohga simvollik qiladi. İslam uyumchanligining diniy tiligi bir ismdir. Chunki İslam taslim bo'lish bo'lib, taslim bo'lish uyumchanlikdir. Allah insondan taslim bo'lish orqali moslashishni kutmoqda. İslam insonning koinot va Qur'on oyatlari bilan moslashishchanlik ichida yashashidan iboratdir. Allah insonni yer yuziga xalif qilib tayinlagan. Bu Allohning yer yuzini insonga omonat qilganligi ma'nosini bildirdi. İnsanның yer yüzüge xalifa bo'lishi, insonning zimindagi tartibini, ya'ni maslashish, saqlashga mas'ul qilinishi va bu maslashishni buzib etmay yer yuzini gullantirishini bildirdi. Varis bo'lib kelganlar degan ma'nodagi xalaf, varis bo'lib kelganlarning ilgirkilar bilan bir siziq ustida, ya'ni birdak bo'lishini o'z ichiga oladi. İnsan yer yuzidagi barliq jonliqlar orasiga eng oxirda qo'shilgan va eng mukammal qilingan bir xalqidir. İnsandan umid qilingan narsa insonning o'z ichida va tashqi dunyoda moslashishchanlikni buzmaslik va uni qo'g'dashdir. İslamning ibodatgohi bo'lgan jami, ya'ni masjidlarda ibodat sab holatida ado qilinadi. Bu xil sab sistemasi faqatli namoz bilan cheklanib qolmasdan, islom mo'yim deb qaragan ijtimoiy tartibning ijtimoiy va siyosiy tilsimlarini o'z ichiga oladi. Sab sistemida hamma odam mo'rni mo'riga taqab turdi. Ana yuragi bo'lgan imom jamoatdan faqat bir qadam oldida turadi. Jamoat va imom hammasi o'xshashla yerga oyoq besib turdi. Bu sistemada tartib, moslashish asosli o'rinda turadi. Sab sistemasining qarshi qutubida piramida sistemasi yer olmoqda. Piramida sistemasida yuqoriga o'rlash uchun boshqalarning beshiga dassash kerak. Qancha yuqoriga chiqqan bo'lsa, shuncha ko'p boshlarga dassagan bo'ladi. Bu sababdan sab sistemasi adolatga, piramida sistemasi zulmga tayinadi. Sab sistemasi prinsipga tayansa, piramida sistemasi qor kuchga tayinadi. Sab sistemasi axloqiy kuchga, piramida sistemasi zo'ravonlikqa tayinadi. Moslashish bir ommaviy qimmatdir. Barliq mukammallik Allohga xosdir. Allah'tan başqa hech bir mavjudiyat mukammallik bilan sifatlanmaydi. Allohga xos bo'lgan bu mukammal sifatlar asmoi husna deb ataladi. İlahi ismlarning ma'nolari farqli bo'lib, tajallilari, namoyandalarimi farqli bo'ladi. Ba'zi ilohiy ismlar ba'zi zamon va makonda namoyon bo'ladi. Mazkur zamonni tushunish uchun shu zamonda namoyon bo'lgan ilohiy ismlarni bilish kerak. Biz yashayotgan zamonda eng tipik holda namoyon bo'ladigan ilohiy ism al-jami bo'lib, bu ism jam qilgan,
birleştirgen, bütünleştirgen degan ma'noda. Biz her narsa yer şarılışıvatkan bir zamanda yaşavatımız. Bu fazilat egillermi, paskashlarmi o'ziga cho'pqat tepivatgan bir davr. Dünya xuddi bir yer shari kentdi. İnsanları bu kentning aholisiga aylanishga qarab yuzlanmoqda. Bir qimmat qarash qayerda bo'lishidan qat'iy nazar uni izlaganlarni atrofiga jam qila oladi. Kunimizda davlat, millat, irq, rang, til va madaniyatning o'xshamasligi buning oldida to'salg'i emas. Buningga mos holda razil ideyalarmi dal mushundaq imkonga ega. Aql, vijdon va irodalar dal bu al-jami ismining namoyon bo'lishi bilan bir yerga jam bo'lmoqda. O'xshash bir da'vo egillarining bir yerga kelishi tarixda hech qachon bunchalik oson bo'lmagan. İnsaniyatning o'rtaq haqiqati ma'nosini bildiradigan ma'ruf. Bütün insaniyat o'rtaq xato deb qabul qilgan qilmishlar ma'nosini bildiradigan munkar. Cho'pqatlarni o'z atrofiga yig'moqda. Rahmoniy va shaytoniy tarafdorlarning yo'li har zamondagidan texmi keng doirada ochiq. Bundaq bir dunyoda fazilatning razillikka, ma'rufning munkarga, rahmaniylarning shaytonlarga qarshi bu urushda g'olib chiqish uchun aktiv yaxshilar o'z ichidagi moslashishni kuchaytirishi kerak. Jamoatga aylanib qilishdan o'zini saqlab, jamoat degan ismga loyiq bo'la olgan har bir ommaviy tashkilot dal bu al-jami ismining bir ifodasidir. Buningga kuch quvvatini aymaganlarning har namozi, juma namozi, har jam bo'lgan yeri, jami, masjid, qabul qilgan har o'rtaq qarash ijmo bilan teng darajada. Ularning bu faoliyatlarini bu qadar qimmatli qilgan narsa biz moslashish deb atagan iksirning dal o'zi. Moslasholmaslik bu xil faoliyatlarda dal aksichi rol o'ynaydi. Qimmat mansub bo'lishning taqozosi faqat oid bo'lgan qimmatlarga uyg'un holda yashash deganlik emas. Shuning bilan bir vaqtda qimmatga oid bo'lganlar bilan birga moslashish ichida yashashmi qimmatga oid bo'lishning bir partisi. Buni faqat o'zlik idroki bo'lganlar boshqa elib chiqa oladi. O'zlik idroki shaxsiyatchilikning ziddi. O'zlik idrokiga sahib bo'lish bir butun gavdaning ichidagi o'rnini, qimmatini, haddini bilishdir. Shaxsiyatchilik bo'lsa, jamoatdan ayrilib, jamoatdan olgan qimmatini o'zining qilib olishdir. Moslashadiganlar o'zlik idrokiga ega bo'lganlar orasidan chiqadi. Shaxsiyatchilar odatda moslasholmaydiganlar bo'lib, ular faqat boshqalar bilan emas, o'zi bilanmi ziddiyat ichida yashaydi. Ularning ichki dunyosidagi moslasholmaslik muomalasida aks etadi. Barg'anli yerda o'smaga o'xshash ayrimchilikqa, tubdan ayrilishga vakillik qiladi. Davomi bor.